Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar va bizni muntazam kuzatib boruvchilar. Mana xudo xolasa Andijon viloyatidagi ishimiz batamom tugatib, egalariga chiroyli topshirdik. Hozir bizni kuzatishda davom etadigan bo'lsalaring, yaxshilab o'rnashib olishlarini so'raymiz. Bu juda katta uyimiz. Hozir bunga qancha ketdi mablag'i, materiallarni nech puldan oldik, nech puldan o'rnatdik, nech pul xizmat haqi bo'ldi. Shu haqida bir qator ma'lumot berib o'tamiz. Agar ma'lumotlaringiz qiziq bo'lsa, bitta like bosib, kommentariyada o'zlaringiz fikrlaringizni bildirasizlar. Agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lish tugmachasini bosib qo'ysangiz, oldindan yana chiroyli ishlarimizni qo'yib boramiz. Bo'lmasa boshladik. Azizlar, xudo xolasa mana bu asosiy kirish qismimiz, holimiz. Bu holdan xonalarga kiramiz, zindagi ikkinchi etajga chiqib ketamiz. Old tepada 3-etajimiz, mansab qismimiz ham bor. Hozir bir qatorimizni bir oshni tojishtirib boshlaymiz. Bu yerda nima ishlar qildik? Birinchi o'rinda bu yerda kelgan holatimizda shu otdan chiqqan holatida, bu yerda biz shunda patoloydan boshlaganmiz. Patoloylarimizga gipsokarton qoqdik. Bu yerda gipsokartonimiz, bu holimizda gipsokarton figurasi sложный bo'lgani uchun listini 150 ming so'mdan qatirib berganmiz. 150 ming so'm bo'lsa, bunda bitta gipsokarton 3 kvadrat bo'ladigan bo'lsa, kvadrati 50 ming so'mdan to'g'ri kelgan. Undan keyin nima qildik? Undan keyin shpagolovka atachento qilganmiz. Tegalar turli qilingan. Shpagolovka atajentolarimiz narxi 75 ming so'mdan bitirib berganmiz. Shpagolovka atachento fonus bitishi materiallardan tashqari, shunda materiallarni uygalar olib bergan. Biz faqat xizmatimiz o'zi 75 ming so'mdan bo'lgan. Undan keyin tegalarimiz turli kelsak, tegalar yopishtirishimiz birinchi navbatda. Tegalarimizni bu yerda qo'lni kalsoy tega bo'lgani uchun, gulli tega bo'lgani uchun 35 ming so'mdan yopishtirib berganmiz. Tegalarimiz, gulli tegalarimizni 35 ming so'mdan hammasini yopishtirganmiz. Karnizlarimiz polosini montaj qilib yopishtirib, mana shu holatga keltirishimiz 35 ming so'mdan keyin turlovga berganmiz. Bu yerda turlov bo'lgani uchun rangi qimmatroq bo'lgan. Chunki buni ishi agar buni ishga tushadigan ustakalarimiz bo'lsa, bizni kuzatayotgan bo'lsa, ular buni mehnatini o'zlari juda yaxshi bilishadi. 35 ming so'mdan rang bo'yab berganmiz. Bu yerda undan keyin montaj ishlarimiz ham bo'lgan, elektr montaj ishlarimiz ham bo'lgan. Montaj ishlarimizni tochkasini 50 ming so'mdan berganmiz. Undan keyin hop bu tomonga qaraymiz. Vensiyanka bo'lgan, bu yerga vensiyanka shkaturka deymiz. Vensiyanka shkaturkamizni 250 ming so'mdan kvadratini qilib berganmiz. Xizmatimiz o'zi materiallarni uygalar olib bergan. Shunda bu yerda bizning xizmatimiz 250 ming so'mdan vensiyankamizni bitirib berganmiz aka. Bu tomonimizga rombik oyna berganmiz. Rombik oynamizni sotib olishimiz buni 290 ming so'mdan tayyorlab berishgan. Farmondan tayyorlab olganmiz buni. Montajini 150 ming so'mdan o'rnatib berganmiz egallarimizga. Keyingi xonaga kiramiz. Keyingi xonamiz erkaklar uchun mehmonxona hisoblanadi. Erkaklar uchun mehmonxonamiz. Marhamat. Bu xonamizni ham juda chiroyli qilib patologlarni qoqqanmiz. Bu yerda ham patologlarini 120 ming so'mdan listini qatirib berganmiz. Undan keyin tegalarimiz, patma tega bo'lgan. Tegalarimiz bu yerda 30 ming so'mdan devordagi patologiya tegalarimiz, karniz tegalarimiz, pechen tegalarimiz 30 ming so'mdan. Mana devordagi tegalarimiz bo'lsa, letkalarimiz bo'lsa 20 ming so'mdan montaj qilingan bularni. Bu yerda atachentolarimiz xuddi shunday 75 ming so'mdan polosni bitirib berganmiz. Elektr montajlarimiz bunday xuddi shunday elektr montajlarimiz 50 ming so'mdan montaj olingan. Bu lyustratsiyalar, devordagi bralarimizni nimasi отдельно bo'lgan. Montajlar отдельно bo'lgan. Marhamat, keyingi xonaga chiqamiz. Keyingi xonamiz bitta spalnimiz bor. Spalnimiz. Marhamat. Bu tomonlarimizga patolog qilganmiz. Bu tomonlarimizga Anatoliy meshkaviy naboylar qilganmiz. Juda chiroyli, hozir juda o'tkazayotgan naboylarimizdan. Juda ko'p joylarga yopishtirib beryapmiz. Patologlarimizga xuddi shunaqa besvet naboy yopishtirilgan. Chetda bordlariga atachento fakturali naboylarni yopishtirib bergan. Atachento fakturali naboylarimizni 160 ming so'mdan sotib olganmiz. Buni yopishtirishib beramiz 45 ming so'mdan. Devorga shpagolovka tortib yopishtirib berganmiz 45 ming so'mdan. Patologlarimiz 1,5 million so'mga kelgan. 1,5 million so'mga kelgan. Mana shu holatini 1,5 million so'mga qo'yganmiz. Yopishtirib shunday bo'lyapti. Hop, keyingi xonamiz. Bu yerda ham shu tegalarimizni o'tirgan bo'lsak, tegalarimizni bu yerda ham patologlarga qanday 30 ming so'mdan montaj bo'lgan.
30 ming so'mdan shu holatga bitishi bo'lgan, yopishtirib ranglarni qilib berganmiz. 30 ming so'mdan. Bu yerda ham lyustralar qo'yib berganmiz, galogenlar, podsotka, ledlar qo'yilgan, hammasini o'zimiz ustalarimiz xudo xohlasa chiroyli qilib bitirib beryapti buni. Keyingi xonaga kiramiz. Keyingi xonamizda mana bitta spalnimiz bor. Kelaveramiz. Eshik ochish bo'lyapti. Bu xonamizda bitta spalni bo'lyapti. Tradisional spalni. Bitta atechento qilganmiz. Chiroyli fiolet rang qilib, patologlarimiz ham atechento bo'lgan. Bitta patologlarimiz ham atechento, oppoq atechentoni o'zimiz bazaviy svetlar qilganmiz. Devorlarimiz fiolet rang bo'lgan. Juda ham chiroyli. Xudo xolasa bitta ham tegalarimiz 30 ming so'm, devordagilarimiz 20 ming so'mdan o'sha bitishi bo'lyapti. Keyin xonaga chiqamiz bo'lmasa. Bu yerda qo'limiz aytib o'tdik. Endi bu yerda ham ayollar mehmonxonasi bor. Hozir bu yerdan ro'yxatga kirib boramiz. Ayollarga juda mos xona bo'lgan bu. Ayollarga mos xona bo'lgan. Devorlarimizga trafaret usulida ishlaganmiz, atechentoni. Lekkalarimizni chiroyli qilib, taroq tuyagilarimizni yopishtirib berganmiz. Bu tomonimizga venetianskiy shakilga bo'lgan. Bu tomonga taroq tuyagalar qilganmiz. Mana hozir shunday bekitib ko'rinmaydi. Devorlarga biralar bilan juda chiroyli bo'lyapti. Patologlarimiz ham bejirib chiqqan. Bu yerda patologlarimizni listida 120 ming so'mdan qatirib berganmiz. Bu holatdagi bitishi atechento 75 ming so'mdan bo'lyapti bunda chiqadi. Venetianskiy shkatulkamiz. Bu yerdan 250 ming so'mdan venetianskiy shkatulka qilib berganmiz. Bu yoqda hozir hammom kafellarimizga ko'rsatib o'tamiz. Saniterimiz ham bor bu yerda. Saniterimiz kafellarimiz 60 ga 120 lik. Toshkent granitlari. Bularimizni 100 ming so'mdan yopishtirib berganmiz. Bularga atkozlari 45 gradus chiqqancha ular metrovoy отдельно hisoblanadi. 45 graduslar отдельно hisoblanadi. Metrovoy 100 ming so'mdan yuradi. Tepalarimiz hammasi. Dushovoy podlog berganmiz bu yerga. O'zini chiqarib, o'zini chiqarib dushovoy podlog chiroyli qilib undan davom etganmiz. Bu yerga avvalxona bo'ladi. Xudo xolasa bu tomonga kir mashina o'rnatiladi. Mana polkalarimizni kafelda o'zidan yopishtirgan zabardast baquvvat konstruktorlar. Xuddi shunday bu bitta xudo xolasa. Bu yerda elektromontajlarni ham aytib o'tganmiz. Hammasi o'zimiz qo'limizdan chiqyapti. Xudo xolasa bizga murojaat qilsalar, bizdan usta to'xtalmaysizlar. Hammasi eshiklarimiz, eshik ustalarimiz ham bor. Kafelchi, santexnik, elektrik hamma xizmatni o'zimizdan chiqaramiz. Ishlarni qo'lda chiqaramiz. Ishlarimizni kecha video qilganmiz, aytib o'tganmiz. Instagramdan bizlar gaplashib 1 million 300 ming so'mdan kvadrati bo'lyapti bu ishda. Shunday optik o'rnatish, daborlari, zamoklari, oshmoshi hammasi ichida. Faqat bu gul oynaklari boshqa. Отдельно hisoblanadi gul oynaklari. Oynaksiz bo'lsa 1 million 300 ming so'mdan qo'llanadi. Agar oynakli bo'lgani uchun oynak отдельно hisoblanadi. Bu krashin eshik, oddiy eshik emas. Shuning uchun kvadrati qimmatroq yuradi. 1 million 300 ming so'mdan. Bitta eshigimiz примерно 4 million so'mga bityapti. Keyingi xonamiz ayollarning orzusidagi oshxona. Oshxonamiz patologlarimizni ham berkitib aniqlab qo'yib berganmiz. Bu tomonimizga venetianskiy shkatulka, yeb qolgan devorlarimiz atechento, xudo xolasa bu yoqqa oshxona mebeli qo'yilgandan keyin oshxonamiz juda ham chiroyli qoladi. Keyingi xonaga chiqamiz. Bu yerda ham bitta sanuzelimiz bor. Bu yerda ekan. Sanuzelimiz bu yerda ham o'sha aytib o'tganimizdek 60 ga 120 Toshkent granitlar, 100 ming so'mdan uстановkasi bilan yopishtirishimiz bo'ladi. Atkozlari 100 ming so'm, pulkalari zabardast baquvvat, shunday dushovoy to'g'raxona bo'lyapti. Bu yerga kichkina детский vanna o'rnatilmoqchi bo'lyapti. Shunaqa o'rnatamiz işte. Uydagilar bolalarni yuvdirishga udobliroq bo'lishi uchun. Bu yerga plitasi qo'yilgan mana. Keyingi xonaga chiqamiz.
Azizlar, bu zinamiz lestnitsa 2-etajaga ko'tarilyapti bu yerdan. Zinaning qurishlari juda chiroyli, atajan to'g'rilgan devorlari. Bu yoqlarga taroqcha egalab yopishtirganmiz. Qo'lga bitta baho berasizlar. Qo'limiz juda chiroyli chiqqan bu yerdan, xudo xolasa hammaga yoqadi menimcha. Bejiviy svet qilganmiz, svetlarimizni pastimizni bir xil qilib, bu yerga patologlarimizni chiroyli qo'shlanganmiz. 3 ta lyustra tushirgan qilib, katta kichik qandillar ilib qo'ydik, xudo xolasa. Bu yerdan gipsa kartonlarni 150 ming so'mdan qatirganmiz. Chunki bunaqa yumaloq figuralar endi slojniroq bo'ladi, ish ko'proq bo'ladi. Shuning uchun 150 ming so'mdan qatirganmiz. Tiyagalarimizni aytib o'tganimiz 35 ming so'mdan yopishtirganmiz. Tiyagalarimiz ranglarini, tillo ranglarini bo'yab chiqqanmiz, chiroyli qilib. Bu tomonga ham pastga singari vensianskiy shkatuka qilib berganmiz. Juda chiroyli chiqdi, vensianskiy shkatukamiz. Keyingi xonaga kiramiz. Bu joyimiz ham spalni. Bu yoqqa televizor qo'yganmiz. Bu tomonga o'tib olib. Televizor qo'ygan. Lekin televizor o'rnatiladi, xudo xolasa. Televizor o'rnatilgan. Bu tomonlarga MDF fayl qatirganmiz. Buni bitta donasi 23 sm ga 280 bo'lar ekan. Shuni 75 ming so'mdan sotib olganmiz. Anjan trikotajliga, Anjanda trikotaj bozorida sotib olganmiz. Bularga gipsakarton qilib, gipsakarton qatirganmiz, vensianskiy shkatuka qilib berganmiz. Qandillar chiroyli silib berganmiz, xudo xolasa ekan. Yana bir narsa aytib o'tishimiz kerak, azizlar. Bitta bu uyda 100% dizayni, xudo xolasa o'zimizning ideyamiz bo'yicha chiqarilgan. Xato kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Chunki biz dizayner emasmiz. O'zimizning ish faoliyatimizdan kelib chiqib, xonaga mos keladigan qilib, uydagilarga ham ortiqcha chiqim bo'lmasin, rasot bo'lmasin deb dizaynni o'zimiz chiqarganmiz. Qo'ldan kelganicha albatta. Menimcha bu hollarimizni ham remontlar juda chiroyli chiqqan, mana ko'ryapsizlar. Mana keyingi spalnimizga kiramiz. Bu spalnimiz juda yoqimli, bir deganda odam dam oladigan xona bo'lgan. Bo'ylarimiz nejniy, bir svetlar to'liq boshqa emas. Bu yoqqa fotobloy berganmiz. Aslida bir xil fotobloy juda chiroyli. Yonidan ko'radigan bo'lsangiz 3D bo'ladi, chekib ketasi bo'ladi. Tabiat qo'yinda mazza dam oladigan joy bo'ladi. Hamma remontlarimiz bir yon. Bu kuchatir gazetkalarning отдельно bir taraf bo'lyapti. Ko'ryapsizmi buni? Tanlovlar juda qiynalib ketdi. Juda chiroyli chiqqan, bejirim. Kuchatir gazetkalarimiz. Fotologlarimiz xuddi shunday deb aytib o'tdik. Qolgan xonalarda shu yerga gipsovoy. Bu yerda biz bu xonadonda 100% gipsovoy tegaga ishlatganmiz. Umuman bu yerda so'kak boshqa narsa ishlatilmagan. 100% gipsovoy tegaga ishlatgan. Patologlarga, devorlarga hamma yoqqa gipsovoy tegaga ishlatganmiz. Bu xonamizning abo'ylari boshqachalar noodatiy usulda bo'lgan, gulli abo'ylar qilganmiz. Mehmonxona hisobida ham bo'lishi mumkin deydigan uydagilar, shuning uchun gulli abo'ylar qilganmiz. Patologga mos tushadigan botlarga o'zi abo'ydan kelib chiqib, shu devorda abo'ylagan patologlarga shunday moslaganmiz. Qandillarni juda chiroyli qandillar o'rnatilgan. Qandillarni ko'rishlaringiz mumkin. Keyingi xonaga kiramiz, xudo xolasa. Bu yerda ham bitta sanuzelimiz bor. Ko'rib o'tsak bo'ladimi ya? Bu yerda suyuklamal, suyuklamal. Mana, tepasini olib ko'rsatib qo'ysa. Bu yerda xuddi shu past bilan singari bir xil bo'lgan. Xo'p. Keyingi xonaga kiramiz. Bu joyimizda radiatorli spalni bo'lyapti, xudo xolasa. Bu yerda ham atejenta bo'lgan. Atejenta lyustralarimizni spalniga boshqa lyustralayotganmiz. Bu yerda sanuzelimiz bor. Bitta ko'rsatib o'tdim. Sanuzelimiz hamma yoq bo'lgan, bitta endi
So'rovlar bo'lsa bo'ldi, xudo xolasa. Qolgan ishlar bitgan, xudo xolasa sizlar. Keyingi xonaga kiramiz. Keyingi xonamiz bu joyimizda spalniya bo'ladi. Mehmonxona qilsak bo'ladi. Devorlari polisi atachenta bo'lgan. Yo'q, lentga qilib berganmiz. Bu yerga tillo lenta emas. Bir lentamiz tilloga tushmagan uchun endi noodatiy qilib qora lenta qilib berganmiz oralariga. Qora lenta yopishtirib berganmiz. Lyustralarimiz juda chiroyli chiqmoqda. Ko'rishlaringiz mumkin. Agar sizlar mehnatimiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosib, agar podpiska bo'lmagan bo'lsa, podpiska yozib qo'ying. Xudo xolasa oldinda yangi remontlar boshlaymiz. Xudo xolasa ishlash jarayonlarimizni, bitgan jarayonlarni qo'yib, sizlar bilan bir qator tanishtirib o'tamiz hamma ishlarimizni. Agar sizga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilinglar. Bu yerda hozir polimiz qolib ketdi, laminat polimiz. Polga nalimda qilganmiz, uning ustidan parket napoleon qilganmiz. Общий bitishi 40 ming so'mdan bitirib berganmiz buni. 20 ming so'mdan nalimda poli, 20 ming so'm parket pol terib berishibdi. Shunday bo'lgan. Plyuslar ichida общий bitish shunday bo'lyapti, xudo xolasa. Sizlar yana bir eslatib o'tamiz. Kimga xizmatlar shu ma'qul kelgan bo'lsa, bitta like bosib, kommentariyada fikrlarni qoldiringlar. Hozir nomerimizni pastga yozib qoldiramiz. Agar xizmatlarimiz ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol telefon qilib, bizga Telegram, WhatsAppdan yozishlaringiz mumkin. Xudo xolasa mansardimiz ham bor. Mansardimizni ko'ramiz. Bitta mansardga kirib chiqamiz. Ketdik bo'lmasa. Mansardga. Nima bo'lsa, teatr. Bu biralarimizga detektor qo'yganmiz. Odam kelganda o'zi yonib o'chadi. Devorlarimiz. Mansardimiz 3-etajga chiqyapmiz. Bu mansard qismiga chiqdik. Mansard qismimizni tanishtirmasak sizlarga bo'lmasdi. Operatorimiz mansardni ko'rsatgan dedi. O'sha mansardni ko'rsatib o'tamiz. Mansardga gipsakarton qotirganmiz. Stiklavota bilan izolyatsiya qilingan, stol tushgani. Devorlarimiz gipsakarton bo'lgan, polностью hamma joy. Undan keyin aboy bo'lgan devorlarimizni bitta bilan ko'rsatib o'tsa bo'ladi. Operatorda ko'rsatib qo'yamiz aboylarimizni uni. Hozirgi kunda juda urfga kirgan aboylar. Polimiz laminat pol bo'lgan. Bu yerda ham aboylarni 45 ming so'mdan yopishtirganmiz katalogga. Laminat polimizni, parketli polimizni 40 ming so'mdan nalinoy bilan bitirib berganmiz bu yerda, xudo xolasa. Sizlar bu yerda общий yashash maydoni 600 kvadrat. Bitta etajimiz poli 200 kvadratdan chiqadi, 201 kvadratdan chiqqan. Shunda 3ta etajimiz 603 kvadrat bo'lyapti, общий yashash maydoni. Juda katta, juda hashamatli, juda fayzli, chiroyli uy bitdi. Agar kimlar shunaqa uylar yashashga havas qilgan bo'lsa, niyat qilganlar bo'lsa, bitta like bosib qo'yasizlar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, xudo xolasa bizga murojaat qilasizlar. Inshaalloh Alloh qodir qilganicha, qo'limizdan kelganicha borib xizmat qilamiz. Bitta like bosib qo'ying. Bilan videomiz tamom bo'ldi. Rahmat, sog' bo'linglar.